O'zbek tili turli millat vakillarini birlashtirishda katta kuchga ega. Bugungi kunda Sirdaryo viloyatida 70 dan ziyod turli millat vakillari tinch totuv, ahil-inoqlikda hayot kechirmoqda. Ular uchun esa barcha sharoitlar yaratilgan. Ayniqsa turli millat vakillarining o'zbek tilida erkin, ravon, mustaqil so'zlay olishlari esa barchamizning qalbimizga cheksiz faxr-iftixor tuyg'ularini bag'ishlaydi. O'zbek tilining go'zalligini avvalambor bizda Alisher Navoiyning she'rlarini, g'azallarini eshitinglar. O'zbek tili mening ona tilim. Bu biz uchun bebaho til. Hech bu tilni bahosi yo'q men uchun. O'zbek tiliga gaplashishga harakat qilaman. Qulog'imizga shirinroq bo'ladi. O'xshashi yo'q bu go'zal bo'ston, dostonlarda bitgan guliston. Birov bilan muloqot qilsangiz, tilni bilmasangiz, o'zingizga noqulayda. Shunaqangi qalin, shunaqangi do'stona bo'lib ketganmizki, ularning bu o'zbek, yo bu qozoq, bu tojik, yo bu rus deb ajrata olmaymiz. O'zbek tili milliy o'zligimiz va birlik timsoli. O'zbek tili bu nafaqat o'zbek xalqi, balki yurtimizda istiqomat qilayotgan barcha millat va elat vakillarini birlashtiruvchi ulkan ma'naviy kuchdir. U mamlakatdagi turli xalqlar o'rtasidagi do'stlik, hamjihatlik va o'zaro hurmatni mustahkamlashda muhim o'rin tutadi.